Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida biz yana bitta navigator avtopilotimizni Zumlion 110 traktoriga o'rnashtirib berdik. Xudo xolasa, aka mana keldi oldingizga. Bizning ishimizdan rozimisiz? Shuni bir aytib o'tsangiz, qanday bo'ldi jarayonlari, o'rnatish jarayonlari? Assalomu alaykum. Men Nishon tumanida Firboboyev Alisher fermer xo'jaligi traktorchisiman. Ismim Bekmurodov Saylali. Mana shu avtopilot akalar qo'yib berdi. Haqiqatan ham zo'r ekan. Sizga yoqdimi Yoqdi. Ishlashlari yoqdi. O'rganishda ham uncha qiyin bo'lmadi-a? Yo'q, oson ekan hammasi. Traktorchilar qo'rqib so'rayotishdi-da, nastroykalari qiyin ekan, faloncha, pistoncha deb so'rashdi mana. Mana nastroykani ko'rdingiz, to'g'rimi? Nastroykani ko'rdim, nastroykalar oson ekan. Sizga самое главное matematika keyin Shunday. shu bitta knopka bilan borib, olib, shuni qo'ydingiz, tushdi, to'g'rimi? 76 sistemaga mana ishlayapsiz mana. Agar to'g'ri sistemaga tushdi. Selka ham tushirib berdim. Endi nasib bo'lsa bu yerga ishlaysiz. Unday qiyinchilik bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q. Shu odamlar 1,5 soat ishga qo'yib berdi akalar. Ha, 1,5 soat ketdi, to'g'rimi? Tushurdimki. Garantiyalar 2 yilga garantiya ekan. To'lovlari yo'q. To'g'ri. Cheklaydim. Yaxshi ekan.